Tak. Hoy, Jitel, bu yoqqa kel. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Qishloqda nima gaplar? Qishloqda polizlarga o'g'ir tushyapti. Nima desam ekan, o'g'irlab ketishyapti. Himoyalash kerak. Nima qilsak bo'ladi? Короче, borib Johar aytib kel, uni nimadir o'ylab topish kerak. Uni men короче biror ishga beraman. Bor tezroq Johar topib kel. Ha, bo'pti, hozir mana 4 sekundda aytib kelaman. Tezlash, 4 sekund kutmayman. Shu narsalar boshimda qotirib o'tiraman. Bu jahon o'zi hal qilib tashlaydi. Kirib undan ko'ra davlat ishlari bilan shug'ullangan ma'qul. Boshimdan og'ritmay kirib shug'ullaning ishlari bilan. Telegramda nima gaplar ekan? Telegramga biraylikchi, what the fuck, bir kiraylikchi. Telegram kanalimda cho'ta prosto 27-28 ta obunachi, ba'zida 22 ga tushib ketadi. Nima bu ahvol? Nima bu obunachilarim faqat YouTube ga obuna bo'ladi. Telegramga obuna bo'lish kerak. Telegram kanalimga obunachi to'plashim kerak. Hayronman. Opsiyadagi linklar orqali prosto o'tib obuna bo'lishsa bo'lardi. Lekin bu ishni qilishmayapti. Men to'g'risini aytsam juda ham hayronman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha va orqada ikkita Jitel. Короче, jigarlar kanalga tez obuna bo'linglar. Chunki men yaqinda 10 ming obunachi to'plamoqchiman. Ha, to'g'ri aytyapti. Yaqinda 10 ming obunachi bo'ladi. Like bosishni ham unutmanglar. Malades. Manaqa Jitellar meni gapimni ma'qullab turibdi, ko'ryapsizlarmi? Короче, obuna bo'lish tugmasini bitta bossanglar, bir nechta kanallar chiqadi. Hammasiga tirs obuna bo'linglar. Keyin videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki juda ham qiziq video bo'lishi kerak bugun. Brat, nima dedingiz? To'g'rimi? Nima gap o'zi? Nima gaplar olamda? To'g'risini aytaveraymi? Yo, alding, meni alding. Aldaydigan bo'lsam, kecha Marsga borgandim. Bitta o'zga sayyoralik menga latif aytib berdi. Qanaqa latif aytib berdi? Bitta o'zga sayyoralik ketayotgan ekan, keyin ketib qolibdi. Joy jannatdan bo'lsin. Yana nima gaplar? Endi rostini ayting. To'g'risini aytaymi? Ayting. Zarba berdingiz miyaga. Короче, kecha polizimga ishlayman deb chiqsam, polizimdagi narsalarni kimdir yig'ib olgan. Hayronman, kim yig'ib oldi ekan. Mani polizim joyda-ku. Bilmadim, qo'shnimni polizi ham shunday bo'libdi. To'g'ri aytasiz, brat, to'g'ri. Men birov mani polizimni yig'ib olmasdan, men ham bir o'zimni polizimni yig'ib olishim kerak. Tak, tezlashishim kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham bilmadim, balki o'g'ir paydo bo'lgandir yoki qanaqadir jinoyatchi paydo bo'lgandir, nimadir qilayotgandir. Men brat miyasini issiqdan asrayapti. Issiq uradigan bo'lsa keyin o'zi tentak qolishini biladi, brat, yaxshi biladi. Mendan aqlli ular, o'zini tentakka solgani bilan aqlli, lekin bilmayman ular nima o'zini jinnilikka solib yuradi. Mendan bo'y ham ular pulni yashirib qo'yadi. Kecha bittasini pulni ko'rgandim, kravatin tagiga yoshirib qo'yibdi. Bittasi yostig'ini tagiga qo'yib uxlaydi. Yana bittasi bor, polizini tagida saqlardi. Demak, polizni urib ketgan bo'lsa, demak pulini ham urib ketgan ya. Bunchalik qora nima edi? Niyati qora bolaman. Mayli. Nima bo'lsa ham yaxshi niyat qilaylik. Mayli, pulni o'g'irlab ketmabdi menimcha, yana ham bilmadim. Endi bu yaxshi niyat ham qilib bo'lmaydi-da, chunki o'sha miyaga keladigan gap faqat shu o'g'irlab ketishi. Chunki короче, ko'p gapirma, ekish kerak, tezroq borib boshqa ishlarni ko'rish kerak. Ana o jitellarni polizini nimaga kim o'g'irlayapti, o'shanga men вообще-то hayron qolyapman. Lekin o'ylab ko'rish kerak nimaga bunaqa bo'layotganini. Muhimi, men o'zimni polizimni vaqtida короче yig'ishtirib oldim. Bunga o'zi prosta ozgina harakat qilib qo'ysam erishardim. Ana endi ozroq o'tirib biroz Minecraft o'ynashim kerak, chunki vashshata zerikdim. Kompyuterga gita o'rnatishim kerak, lekin tushunmayapman. O'rnatishga hayronman. Balki kimdir menga yordam berar yoki kimdir yordam bermaydi, bilmayman. Bu yerda qishloqda o'tirish juda ham zerikali. Birorta qiz bo'lsa, tanishib olib turib, yaxshimiz, zo'rmiz deb vaqt, qanaqa tavba. Astag'firulloh, unaqa demaymiz. Biz yaxshi musulmonmiz, unaqa yomon narsa o'ynamaymiz. Telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Joha qaraysan, dahshat zo'r, o'zing qalaysan, Jitel. Zo'r manam. Короче, seni mer chaqirdi, mer yoniga uch. Bo'pti, hozir boraman. Tak. Merda aniq bilaman, menga nimadir ish aytadi, o'shaning uchun mana narsalarni olib olish kerak. Konkretni kirka, tapor, belkurak, mana shular kerak bo'ladi. Tak, hozir merda yoniga boramiz. Bilmayman nimaga chaqirib turyapti, lekin aniq nimadir ish buyuradi, bilaman. Assalomu alaykum, bratim. Qalaysiz? O'zingiz charchamayapsizmi? Va alaykum assalom, zo'r. Короче, bitta problema bor. O'zi problema bor payt meni chaqirasiz-ku. Ha, to'g'ri. Короче, qishloqda fermalarni, ya'ni polizlarni urib ketishyapti o'g'rilar. Eshitdim, jitellar aytib berdi. Короче, fermalarning atrofini yog'och bilan to'siq qilib chiqasan, o'zingnikidek qilib. Nimaga bunaqa? Aytganda qilmasang qishloqda haydayman. Mayli.
Bratni ham menga o'xshab tilini sevib chiqib ketibdi. Birinchi o'rinda daraxt kerak menga. Dahshat ko'p. Oddiy jitellardagi nigga daraxtdan qilaman. O'zimnikini oddiy daraxtdan qilgan bo'lsam, ularga nigga daraxtdan qilaman. Shunda menikidan ajralib turadi. O'zim bitta bo'lishim kerak-da qishloqda. Mandaqasi bo'lmasligi kerak. O'shaning uchun boshqacha bularning iloji boricha yomon qilib bilmayman nechta daraxt ketadi. Butun boshli qishloqda necha yuzta firma bor. Firma deyapmanmi? Ferma bor. Bular hammasini qilib chiqadigan bo'lsam, meni 1 milliard kun vaqtim ketadi. Hayronman. Asta-asta yig'ishtirib yuboramiz hammasini. Yana mana shular kessak, tepasiga qo'lim yetmayapti. Kesmayman qolgan qolib ketadi desam ishonmanglar. Bitta ishni boshladikmi, dakansa qilish kerak to'g'risi. 1 2 3 ta blok qo'yib tepaga chiqamiz-da. Hozir mana shu yerdan turib hammasini chopamiz. Chunki sizlarga maslahatim shu, bitta ishni boshladinglarmi, dakansa oxirigacha davom ettiringlar. Agar to'xtab qoladigan bo'lsanglar, keyin birdan to'xtashinglarga to'g'ri kelib qoladi. To'xtab qolsanglar, keyin maqsadga erisha olmaysizlar. Maqsad biz uchun eng muhim narsa. Qishloqda eshik ochilib yopilish shu yerga eshitilyaptimi? Hayronman. Mayli. Nichivo. 47 ta daraxt menimcha yetadi. Hozir uyimga kiramanda to'siq yasab chiqaman. Eshik ham kerak. Nechta poliz bor qishloqda? 4 ta yoki 5 ta. 4 ta yasasam yetadi menimcha. 4 ta bo'lsa kerak. 4 tasidan olamiz hammasini. Mana uni hammasidan cho'p yasab olamiz. Hozir yasash usuli bunaqa qilinadi. Bunaqa qilinadi va bunaqa qilinadi. Cho'ta bundan olib qolamiz bir ikkita. Chunki eshik yasashga kerak. O'ng top qilsak yetadi menimcha. Bundan ham bir ikkita olib qolamiz. Hammasini olamiz. 64 ta, ya'ni 2 ta. Eshikchasi kerak. Hozir eshik yasash usuli o'rtaga demak bo'lar ekan. 2 ta, 3 ta, 4 ta eshik yetadi. Bu tomonga ham 4 ta qo'yamiz. Bo'ldi. Endi o'rtani ham 4 ta qilamiz. 1 2 3 4 ta. Всё, normal. Ana endi borib hammasini qo'yib chiqish kerak. Bu yaramas o'g'rilar meni o'ylamaydi. Faqat o'zlarini o'ylaydi ular, o'g'rilar. Bu tomonda edi birinchi poliya demoqchi bo'libman. Futbol o'ynagandan keyin odam poliyaga o'rganib qolar ekan. Mayli endi nima ham dermiz. Nima ham derdik. Bilmayman, shu 1-2 kundan beri tilimga nimadir qilyapti, sepib chiqib ketib qolyapti. Gapirsam, gapirgan gapim noto'g'ri ketib qolyapti. O'shanga nima maslahat berasizlar? Nima qilsam to'g'ri gapiradigan bo'laman, ravon gapiradigan bo'laman. Mayli, menimcha hech kim ko'rmadi. Agar kimdir ko'rib qolgan bo'lsa ham, jitelga, ya'ni merga aytmasa bo'lgan. Agar merga aytib qo'ysa, bilasizlar nima bo'ladi? Mer meni miyamda yong'oq chaqadi. Mana shu, korotchi Jo'xa shu yerda shunaqa qilib buzibsan, shu uchun sen qishloqdan haydalding, turga qol deydi. O'shaning uchun bunaqa xato qilmasligim kerak qaytib. Menimcha hech kim ko'rmadi deb o'ylayman. Menimcha hech kim ko'rmadi. Ha, Jo'xa, nimani ko'rmadik? Yaxshi, nima? Nima, sen bizni tupoy deb o'ylayapsanmi? Ana polizni titib qo'yganingni men ko'rdim. Iltimos merga aytma faqat. Iltimos, polingni o'rab beraman. O'rashga majbursan, lekin men aytishga majburman. Iltimos, unaqangi kirisalik qilma. Majburman dedim, hozir men telefon qilyapman merga. Nomeri nechi edi? Nomerimi? Bilmayman. Bilasan, o'zimda ham bor ekan, mana topdim. Alo, janob mer, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingchi? Yaxshi, rahmat. Korotchi, Jo'xa bitta polizni sozlab berib buzib qo'ydi. Hozir borib uni haydab yuborib, xonamga kirsin yaxshisi. Kirisi ekansan. Mana shu ishlarimni tugatib hozir boraman. Voy, shu yetmay turgandi. Janob mer menga telefon qilyapti. Alo, eshitaman. Jo'xa, xonamga kel, senga gap bor. Hozir brat shu polizlarni o'rab olay. Davay, tezlash. Bo'pti. Abba, palakat. Shuni aytmasang bo'lardi-ku. Mayli, endi nima qilaman? Qishloqdan haydalib ketsam, voy dod, qishloqdan haydalib ketsam, bilasizlar nima bo'ladi? Oilamni kim boqadi desam, oilam yo'q-ku, oilamni boqadigan odam o'zi, oilam bo'lsa boqish kerak, oila yo'q. Qochay yo'limni olman, hozir seni ham shu polizga qo'shib titib tashlayman. Keyin ustida yozaman. Chizgin menga desa, xo'pmi? Bunaqa krisalarni nima qilsak bo'ladi terpillalarda? Maslahat beringlar. Tugab qoldi. Bo'ldi. Qarchi men ketdim merda oldiga. Senlar battar bu, xo'pmi?
Tak, janob mer, kechirasiz avvalo 1000 bor. Bu uchun ham kechiring. Ana polizni buzib qo'ydim bilmasdan. Blok qo'yilib ketdi, keyin olib tashladim, yana buzilib ketdi. Bo'ldi, o'zingni oqlama, bilaman, qo'ling qiyshiq. Kechirasiz. Sani qishloqni haydamoqchiman, qarochi. Unaqa men iltimos, o'zi yashayotgan joyim shu yerku. Hazilashdim, o'zi sen qishloqda yashagan uchun bizni qishlog'imiz tinch. Qarochi, ishingni davom ettir, hazilashga chaqirgandim. Hazilingiz qursin. Men qo'rqib ketdim. Tak, bugun kechgacha hal qilish kerak, chunki o'g'rilar kutib o'tirmaydi. Tak, yana yasash kerak birikta. Hatto bittasini o'rib qo'yganimga ham yaxshi bo'lardi. Ana aytib bergan terpilla krisa jitelda nimasini yasamayman, nima edi? Qarochi, ashunaqasini yasamayman. Tak, buni tak. Всё. 20 bittami? Tak, bittaga yetar ekan. Как раз o'shana jitelnikini atrofini o'ramayman, qarochi. Nimaga deysizlar? U krisa, g'irt krisa aytib berdi. Aytmasligi kerak edi. Odam unaqa birovni sirini yashirish kerak-da. Misol, men ham sizlar kanalimga obuna bo'lmayapsizlar, men sizlarning siringlarni hech kimga aytmayapman. O'shaning uchun tez kanalga obuna bo'linglar. Tak, 6 ta qoldi, babri. To'xtanglar. Men mana jitelnikini qilmayman deb turib qilib tashladimmi? Hozir yo'q. Menimcha kech bo'lganiga menga shunaqa bo'lyapti. Uyqum keldi-da, o'shanga shunaqa bo'lyapti. Balki doim shu yerda chiqib qoladi, hayronman. Tak, menimcha polis qolmadi qishloqda. Ana endi uxlash kerak. Uxlamasa bo'lmaydi. Miyam achib, o'sha xato qilishni boshlayapman. Barchaga xayr do'stlar, kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Kommentariyaga arzimaydi deb yozib qoldiring.